Muhammad Rizo, mana jamoamiz bilan birga ilk katta musobaqani o'tkazyapsiz. Bu musobaqa sizga nima beryapti? Musobaqa menga tajriba beryapti. Muhammad Rizo, kelajakdagi orzularingiz qanaqa? Katta futbolchi bo'lmoqchiman kelajakda. Qaysi klublarda futbol o'ynamoqchisiz? Real Madrid. Nima uchun aynan Real Madrid? Chunki Real Madrid qirollik klubi. Muhammad Rizo, o'zi futbol olamiga kirib kelishingizga kim sababchi bo'lgan? Men futbolga qiziqishimni amakim oshirgan karantin vaqtida men amakim bilan birga futbol ko'rardim va o'shanda men futbolga qiziqishim ortgan. Muhammad Rizo, futboldagi kumiringiz kim? Neymar. Nima uchun aynan Neymarni yoqtirasiz? Chunki qizbali o'yin o'tkazadi va ajoyib ishlar qiladi. Muhammad Rizo, sizga oxirgi savollarim bor. Xo'p, Siz uchun futbol olamida eng IQsi baland futbolchi kim? De Bruyne, Eng zarbasi kuchli futbolchi kim? Valverde, Eng tezkor futbolchi kim? Mbappe, Futbol tarixidagi eng yaxshi futbolchi kim? Ronaldinho. Fikrlaringiz uchun, chiroyli suhbat uchun kattakon rahmat. Kelgusi o'yinlarda va kelajakdagi orzularingizda omad tilab qolaman. Rahmat.